Salom, men qayerda yotaman? Senga joy ko'rsatamizmi? Bu yer senga mehmonxonami? Bor, birorta joy topib ol. Bu yerning bitta og'asi bor. U ham bo'lsa menman. Bu yer esa mening joyim. Og'a deganing qamoqxonaning egasi bo'ladi. Qamoqxona esa uning uyi. Uyiga kelganni hurmat qiladi. Senga o'xshab masxara qilmaydi. Mahbuslar uning oilasi har biri farzandidek. Ularni ajratmaydi. U bor joyda baraka bo'ladi, baraka. Birov yeb o'tirganida boshqalar qarab turmaydi. Ojizlarni himoya qiladi, qo'llaydi. U bor joyda hech kim qo'rqmaydi. Yonidagilarga do'stdek muomala qiladi. O'ziga qul qilib olmaydi. Og'aman deyapsan-ku, sendan chiqsa ham haram og'asi chiqadi. Unaqasi esa bu yerda kerak emas.